muhacirat yaşavatkan barlıq Şarkı Türkistanlıq qarindaşlar, Qurban Eytiңlarga mübarek bolsun. Tövəndə Şarkı Türkistan sürgünde hökumətinin Qurban Eytlik təbriknaməsini diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Arafa günümüz və Qurban Eyt günlərimizə mübarek bolsun. Qarindaşlar, Zulhijja ayının bu günləri adətdən təşqiri ulug günlər olub, bu günlərdə səmimi qılınğan hər qandaq dua icabət buludu və hər qandaq tilək qəbul qılınıdı. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm Arafa günü haqqında mundaq deydi. Arafa günü roza tutuş 2 yıllık günahqa kaparet buludu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde pek köp ve uzun dua kılattı. Peygamber aleyhisselamның Arafa günü peşin ve asr namazlarını cüplep okuğanlığı ve kalgan vakitinin hamisi de ta şam namazı boğuca dua kılğanlığı hadislerde sabit. Bizim Peygamber aleyhisselamны rehberimiz deydiğimiz bu günlerini çokum dua kılış ve Allah'a yalvarış bilen ötküzüşümüz gerek. Çünkü biz dua kılışqa bekle muhtaç. Çünkü bizge Allah-u Teala tarafından ahiretine kazansın dep berilgen ana vatanimiz özümüzden boşanlıqıdan düşmanımız Xitay tecavüzçileri tarafından tartib edildi ve millet süpütüde tarixta hiç kimning beshiga kelmagan zulmlar ve irqiy qirg'inchilik ostida yashayapmiz. Mushundaq bir amaliyot ostida xo'rlanganligimizni his qilib, xatoliklarimizni e'tirof qilib, gunohlarimizga tavba qilib, bütün dünya tarafından taşlanıp yetim bulup qalğanligimizga iqror qilib ve acizliklarimizni tan ilib, mushu ulug' kunlardimi bo'lsa dua qilishga ve yaratgan egimizga yalvurishga yaramsak, beşimizga kelgan bu echinishlik ve ibretlik oqibatdan qutulib ketish mumkin emas. Cenab-ı Allah bu haqda Qur'oni Karimda Sura Furqon keskin hukmning eng oxirgi oyatida mundaq deb bizga xitob qiladi. Ularga deganki, agar duoyinglar bo'lmasa, mening Rabbim sizlarga qanday echinishlik oqibatda qilishinglardan qat'iy nazar pisand qilmaydi. Sizlar zodi inkor qilib bo'ldinglar. Bu inkorning natijasi albatta sizlarni tutadi. Qarindoshlar, duo qilish ibodatdir. İbadetning yilikidir, ruhidir ve insonligimizning belgisidir. Dua demek Allah'a yalvarış demektir. Allah'a dua qilmagan ve yalvarmagan inson Allah'dan başka her narsega yalvaradigan holga tushib qoladi. Halbuki Allah'dan başka hech narsa yalvarishga arzimaydi. Qarindoshlar, Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkistonning qayta mustaqil bo'lishi uchun duo qilaylik. Sharq Turkiston xalqining ozodligi uchun duo qilaylik. Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun beddua qilaylik. Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining qo'lidan qutulib, mustaqil bo'lishiga kuch chiqarmagan ajdodlarimizning gunohiga, ota-onalarimizning gunohiga va o'zimizning gunohlarimizga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan istig'for aytaylik. Chunki biz bir yoki bir qancha kishining xoinligidan emas, balki butun bir millat sifatida bo'shanligimizdan, siyosiy jihatdagi galvonligimizdan va haq-nahaq oldidagi maydonsizligimizdan, dushmanni tunishimizning bekli tuvanligidan, shundaqla Alloh oldidagi itoatsizligimiz va osiyligimizdan mushu oqibatga qoldik. Shuning uchun biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Biz gerçi Xitoy oldida mazlum bo'lsakmi, ammo o'zimizga bekli zolim. Xitoyga bo'lgan o'chmanligimizga nisbatan o'zimizga bo'lgan dushmanlik va shafqatsizlik bekli ig'ir. Bizda dushmanga ishlash yoki dushmanga itoat qilish ancha numus bilinmaydi, ammo o'zimizga ishlash va bir-birimizga hurmat qilish yoki bir-birimizga itoat qilish numus bilinamdikin, bir-birimizni ko'zga ilmaslikda birinchi o'rinda turamiz. Qarindoshlar, Allohning ism sifatlarini va ne'matlarini sanab tugatgili bo'lmagandek, inson bo'lish sifatimiz bilan bizning gunohlarimizni va xatoliklarimizni sanab tugatish mumkin emas. Shuning uchun mushu ulug' kunlarda o'zimizning gunohlarimizga va ajdodlarimizning gunohiga butun millat sifatida tavba qilaylik. Alloh gunohlarimizni afv qilib qolsa emas va bizni millat sifatida takror uyg'otib qolsa yoki tirildirib qolsa ajab emas. Xususan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilishiga duo qilaylik. Bizning qayta tirilishimizga duo qilaylik. Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun duo qilaylik. Chunki Xitoy tajovuzchilari bizning dushmanimiz bo'lganidek Allohning dushmanidir va butun insoniyatning dushmanidir. Cenab-ı Allah hammamizning bu ulug' kunlarda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Dualarimizni ijobat qilsin va Xitoy tajovuzchilarining halokatining bizning qo'limiz bilan bo'lishiga nasib qilsin. Amin. Hürmetli görürmenler, biz için vakit ayırğınlarga köp rahmet. Qurban eytini aman esen, salamet ve hatırjamlik bilen ötküzüşünlarga tilektaşmız.